Hozir. Ha, Ulug'bek qo'lasi tushmasdan chiqib olding. Tushmasdan demaydi, qichqirmasdan deyiladi. Ha, nima gap? Xullas amaki, men kompyuterga totdim. Ha, pulni qanday olding? Zachilardan, yo'lkalardan, ovqatdan orttirgan pullarimni oldim. Ha, menga nima qilib bor kompyuteringni? Anaqa, oyim mabodo chiqmasa. Ayya, men ular bilan ishlaganlashdim. O'zi davirida men chiqminglar, mabodo chiqmasalar, straykidaman, bo'pti. Aralashtirma Ulug'bek. Sen o ili çapra tez borarkansan. Seriyozmi? Ha? Hozirga o'ynab qo'y, keyin boraman. Vaqtim ko'p ketmasin. Voy kichkina, ozgina vaqting qolibdi, qo'shtirasanmi? Aka, parajnak yurmasangiz-chi, chap tarafda sher yig'ing mana, deb turing. Qoch o'zim o'ynayman, sirpam bo'tdan. Nima yo'da. Aralashma dedi. Voy, aka, ketayotgan bo'lsangiz, kompyuteringizda o'ynab qo'ysam bo'ladimi? O'ynayver, bo'pti. Rahmat. Voy Ulug'bek. Hozir. Oyantni qichim bilan kelyaptilar. Mehdirlar o'zi yaqinda keldim-ku. Tashqariga chiqib ko'rdingmi o'zi? Voy! Qorong'i bo'lib ketdi-yu. Voy, oyimmi? Ko'zingni siydigiroq qisma menga. Uvullaysan. Kechiring oyim. Kechirim so'rashsa oldin o'ylash kerak edi. Ana, adinam keldilar. Ya, dasabunizga tarbiya berasizmi yo'qmi? Men aytganimni qilmaydi, qachon qarasan? Ko'chaga chiqib ketadi, jonim. Annangni sana turishaylar. Remen qani? Olib kelgan.